Mahalla O'zbekiston mahalla. Mahallamiz O'zbekiston mahallasi. Dino ko'chasi. Dino ko'chasi. 20-uy. Telefoningizni necha qachon ertaga qabul deb eshitdim-da. Bilmaymiz hali. Ha. Qabulda ham aytgan yo'q. Prezident matbuot xizmati hali tashrif bo'yicha hech qanaqa ma'lumot bergani yo'q. Hozir aytishyapti-ku soat 4 da kelishadi deb. Qayerda chiqdi? O'zingiz ijtimoiy tarmoqqa e'lon beryapsiz. Nimani? Mana e'lon beryapsiz, kelyapti deyapsiz, lekin ijtimoiy tarmoqda ko'rdingizmi shu paytgacha? Yo'q, 2023 hozir soat 4 ga tashrif kelyaptilar deyaptilar. Kim aytdi? Eshitdim. Butun ko'chaga eshityapman. Hozir hamma gaylar chiqqan, yo'l toza bo'lyapti. Lekin e'lon berilgan yo'q-ku. Endi e'lon bir kun oldin e'lon berilyapti. Bir kun oldin e'lon berilyaptimi? Shu paytga tushdingmi? Qaysi viloyatga? Yo'q, mayli, bugun kelarlarmi, erta kelarlarmi, indin kelarlar, farqi yo'q. Uni farqi yo'q, erta kelarlarmi, bugun kelarlarmi. Shu yozib qo'yaylik, sutga o'xshab biz ham ertaga joy qolmadi, yo 2 kun oldin aytmadingiz degan gap eshitmaylik. Siz telefon raqamingizni ayting. 99 203 shoshmang yaqinima qilib qo'yay. Yozib beraman, shoshmang. Xo'sh. Mana. Siz qachon kelyapti, qachon ketyapti, siz e'lon beryapsiz demang. Sizga mana bu berayotganim sababi, chunki men sutga boryapman, sut vaqtiga boryapman. Yo, shoshmang. Sut vaqtiga boryapman, joy to'ldi deyapti. Men shuning uchun o'zi eshitib, oldindan yozib qo'yay, ertaga sizlar ham joy to'ldi, tadbirkorlarning soni cheklangan degan maqsadni gapirmasliklaring uchun men aytyapman. Siz so'radingiz hozir. Chunki bugun tashrif dedi, ko'chalar rosa obodonlashtirilib yotibdi, gaylar rosa to'la. Soat 4 ga dedi, kelay. Endi bilmayman men kelarlarmi, kelmaydi, u xabarim yo'q lekin to'g'risi. Ha, yozib qo'y. Ism familiyam Salimova Fazilat. Kamolni. Ochsam nima? Kamolni. Xo'sh, siz bilan o'qing, haqiqat keladi bugun. Assalomu alaykum, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Hayotda nimadir ochilish marosim bo'lar. 90-yil 18-dekabr. Hozir qabulxona egasi maqsadi bu o'zi ijroni ta'minlash emas, meni gapimni